Omadbek, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, tuzimsiz? Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Yaqinda Instagramda videoingizni ko'rgandim. Xitoy Optim do'konini so'ragansiz. Manzili qayerda? Bir borsak bo'ladimi? Optimga narsa olmoqchi edik. Borsiz Teslami? Sanam Teslami? Ha, bo'ldi, olib boraman-da. O'z ko'pchilik so'rab yozyapti kommentariyada. Birga boramizmi? Hammamiz birgalashib. Keting unda. Mana aka, men sizga aytgan Xitoy Optim tovarlar do'konimiz Mashhad bo'ladi. Sho'r bo'ladimi? Manzilni bitta tushuntirib o'tkazsangiz. Tasanno savdo markazining ro'parasida Madi Fitnessda birinchi qavatida shu yerda joylashgan. Hozir ichki Qoraga mo'laj ko'ryapsizmi? O'z kiyovdan zo'r narsa ekan, ichlari mehlik, usti zo'r ekan. Shular bor, 180 mingdan. Bu pastda turganlar tanlab olishga emas, 120 mingdan. Holaga olib ketadi. Hammasidan Optim oladi. Narxlari zo'r ekan, yo'q. Rost arzonmi? Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Boshlansak bo'lsin. Bor. Bunlar 65 ming so'mlik kamzilarimiz o'tgan safar reklama qilib tugab qoldi. Yana yangi olib keltirib qo'ydik. Mo'rasan qarang. Mo'rasanchi. Mana o'siga nima deysiz? Bozorda 600 ming, 500 ming sotilayotgan hamma paltolarimiz Xitoy Optim tovarlar do'konida 150 mingdan. Xitoy Optim tovarlar magazinimizda shunaqa sappoylar tushligi, tuksizi, gulligi, gulsizi 65 ming so'mdan hammasini tanlab olib ketaveringlar. Tashrif buyuringlar, albatta narxlari juda ham go'zal holatda. Manzilni yana bir bor tushuntiraman. Tasanno savdo markazining qarshisida Madin Fitnessda birinchi qavatida.